قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanıştırmoqchi bo'lgan kitobimiz 2018 martda Taklamakan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan Doktor A.S. Qarniyning G'am qilmang nomli kitobini tanıştırmoqchimiz. Tarjima qiluvchilar Zakirjon Abdulmajid Siddiqi, Bilqays Abdullatif Tumuri. Muharrir G'ulam Osman Zulfiqar. Bu kitob insoniy hayotning ansizlik, ishonchsizlik, umidsizlik, dilxastalik va tushkunlikdan iborat kishi qalbini aromsizlik sandiliga besib, gangirash bozg'inida urush bilan birga g'am suyida sug'urib, o'z zini uchun egaklaydigan, mag'lubiyatga to'lgan fojialik taraflarini davolash va hal qilishni maqsad qilgan zo'rur ham ta'xirsiz o'qishliq. U zamonimiz kishilari duch kelayotgan ruhiy qiyinchiliklarni ilohiy vahiyning parlaq nuri, payg'ambarlikning to'g'ri yo'li bilan sinoqdan o'tgan tajribalar, jonliq misollar, jazbidor qisslar, maftunkor hikoyalar, shundoqla sahobiy va tabiinlarning orasidagi namunalik ulgularning jonliq ish izlari, mashhur shoirlarning xushpuroq qasidalari, ulug' hakimlarning tibobat o'gitlari, olim hukmronlarning cho'nqur fikrlik vazlarini misol keltirish orqali sog'lom insoniy tabiatga loyiq ravishda hal qilishga tirishgan. Uning har bir fasli baxtiyor va xotirjam yashang, xushal ham umidvor bo'ling, g'am qilmang degan tilaklari bilan sizni yangi tiniqlarga o'rashtirdi. Ishonimizki, o'sha bu kitob ichi siqilish ichida kun o'tkazayotgan, g'am qayg'u yuragini chirmib olgan, musibatdan nari bo'lolmagan, tashvishlanib uxlayolmas bo'lib qolgan kishilarga sirdosh bo'lib, hayotiga ma'no qo'shqusi. Sizga shundoq tavsiya qilayki, g'am qilmang nomli o'sha bu kitobni o'qib, foydalanib, o'z baxtimni qo'lga keltiray desangiz, kitobni o'qishdan avval to'g'ri ideya, sog'lom aql va ilohiy vahiy oldida hozir va nozir bo'lg'aysiz. Biror shay'i to'g'risida uni tasavvur qilish, tetish, purashdan ilgari uni to'yish iqtidorini hozirlash hikmat jumlasidandir. Biror shay'i to'g'risida uning mazmunidan to'liq xabardor bo'lish, mulohaza qilish, da'vo dasturlariga quloq solish va uningga aloqador paketli hujjatlarga qarab chiqish, ondan xulosa hukm chiqarish lozimdir. Bu xil tayyorlikdan ilgari oldin hukm chiqarish ma'rifatga qaratilgan zulmning jumlasidandir. Bu kitobga oyat, she'r, obrazliq so'zlarni ibratlik, foydali va nodir asarlardan misol olish va qisqa hikoyalarni keltirish bilan cheklanib qolmasdan, yana mashhur shaxslarning faryod chekkan, holsirg'an ruh, baxtsiz, g'amkin ko'ngillarni davolash va ularga malham bo'lish uchun sungan tadqiqot natijalarining qimmatli javharlari kirgizildi. Kitob sizga mundoq deydi: xushal, baxtlik, umidvor, xotirjam yashang. U demakchi, hayotni hayotdek yashang, ya'ni poklikqa, mamnunlikqa va cheksiz go'zallikka to'yindirib yashang. Bu kitob sizga xilma-xil odamlar, xilma-xil iqlim va shay'lar, xilma-xil zamon va makonlar bilan uchrashganda ularga qanday muomala qilish va qanday pozitsiya hozirlashni o'rgatish bilan birga, yana mushu jihatda tabiat qonuniga muxolif holda sodir qilgan xatoliklaringizni tuzatishingizga yordam berdi. Bu kitob sizni hamisha hayotlik bilan zidlashish, qazoyi qadar bilan qarshilashish, ilohiy qonun va yo'llar bilan datalash qilish, dalil ko'rsatmalarni rad qilishdan keskin ravishda cheklaydi. Balki sizga yaqin bir joyda ruhingizning ichki bo'shliqlaridan xitob qilib mundoq deydi: oxirat manzilingizning yaxshi bo'lganligidan xotirjam bo'ling. Sizga berilgan moddiy va ma'naviy boyliqlarga ishonib, qobiliyatingizdan to'liq foydalaning. Hayotning g'am-g'ussalarini, umrning g'alda-g'ashtlarini, hayotlik safaringizda yo'liqqan jafo mushaqqatlarni unutib keting. Men sizlarga tuvanda kitobda o'z ichiga olgan muhim mazmunlardan xabardor qilaman. Bu kitobdan maqsad Allohning rahmat mag'firatini aslash, Allohga tavakkul qilish, Allohga eng chiroyli farazni qilish, qazo va qadariga ishonish, faqat bugun ichida yashash, kelgusiga bo'lgan tashvishni tugutish, Allohning moddiy va ma'naviy ne'matlarini aslash orqali baxt, saodat, tinch, xotirjamlik va ko'ngil ozodligini qo'lga keltirib, orzu, istak, xushallik va go'zallikning ishkini ochqili bo'lganligidan iborat haqiqiy tasavvurni ko'rsatib berishdir. Bu kitob musulmonlar ham g'ayri-musulmonlar uchun yozilgan bo'lib, men buningda insoniy tabiatning dini bo'lgan sog'lom rabboniy ko'rsatmani e'tiborga olib, his tuyg'ular va insoniy ruhning yuchuqlariga rioya qilindi.
Ehtimal o'qirman bu kitobni rostchil xabar, adil hukm, insofli so'z, ishonchlik ma'rifat, to'g'ri fikr, nurliq farosat darajasiga ko'tarib o'tishi mumkin. Avtor kitobda barliq insonlarga xitob qilib mundaq deydi: "Men har bir shaxs bilan so'zlashaman. Men bu orqali belgilik bir toifani yoki muayyan bir avlodni yoki ayrim bir jamoatni yoki xos bir shaharni ko'z tutmadim. Balki bu kitob hayotini baxt saodat ichida o'tkazishni xohlaydigan har kimga xosdir. Bezidim o'sha bu kitobni durri gavharlar ila u quyoshsiz yo'rg'ayki oy bo'lolmas hamshira jup ko'zi o'yg'oqliqidan hurpari hayronu has chunki haqning so'ygusi oqqay uning har bahrida." Doktor A.S. Qarni. Hurmatli qarindoshlar, kanalimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanishi uchun hambaharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklamakan kitobxonasi.